Diqqat, savol. Hot-dog ichiga nima qo'shiladi? A javob: g'isht. B javob: Snickers yeyman. C javob: sosiska. D javob: Oysira opaning qizi Jumagul. Bu savolni eshitganman. Javob Snickers yeyman. Javobingiz qabul qilindi va bu javob noto'g'ri edi. To'g'ri javob C sosiska. Hal qiluvchi savol. Bridge hot-dog qayerda joylashgan? A javob: Marsda. B javob: Chuqurda. C javob: Talabalar shaharchasida, Kamolxon supermarketidan shuni o'tganda. Va D javob: Qachon qarzing berasan, aziz? To'g'ri javob. Qarzingni ber, aziz. Topdimmi? Tabriklayman, siz yana noto'g'ri javob berdingiz. To'g'ri javob C javob edi. Talabalar shaharchasida, Kamolxon supermarketidan shuni o'tganda. Barchalarni kutib qolamiz.